Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlarga endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi harakatlar pensiya to'lovining to'xtashiga, ortiqcha to'langan pulni qaytarishga yoki hujjatlar qayta tekshirilishiga olib kelishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Chunki bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va pensioner nomidan ish yuritadigan har bir odam uchun ham kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim taqiqlar ko'pchilik o'ylagandek ochiq ko'rinmaydi. Lekin amalda katta muammo tug'diradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Avval ko'pchilik pensiyani oddiy tartibda olar edi. Pensiya tayinlangan, har oy karta yoki naqd shaklida tushgan. Odamlar esa men pensionerman, demak pensiyamga hech kim tegmaydi deb o'ylagan. Lekin hozir tizim ancha raqamlashtirildi. Ma'lumotlar soliq, bandlik fuqarolik holati, bank, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertizasi va boshqa idoralar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning holati o'zgarsa, bu o'zgarish ba'zan avtomatik ko'rinadi, ba'zan esa keyin tekshiruvda aniqlanadi. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya faqat yoshga yetdim degan fakt bilan abadiy va shartsiz to'lanadigan pul emas. Pensiya turi, uni olish shartlari, qo'shimcha ustamalar, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ish staji, daromad, yashash joyi va boshqa omillar muhim. Agar shu omillardan biri o'zgarsa-yu, pensioner yoki uning vakili buni yashirsa, bu endi oddiy xato emas, moliyaviy oqibatga olib keladigan holat bo'lishi mumkin. Men eng avvalo shuni aniq aytaman. Pensioner bo'lish odamni huquqsiz qilib qo'ymaydi. Pensioner ishlashi, mulk sotib olishi, karta ishlatishi, bankdan kredit olishi, davolanishi, boshqa viloyatga ko'chishi, hatto xorijga chiqishi mumkin. Lekin ayrim ishlarni qilganda tegishli idoraga xabar berish, hujjatni yangilash yoki qonuniy tartibni saqlash kerak. Muammo aynan shu yerda. Odamlar ko'pincha buni aytmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Keyin esa pensiya to'xtab qoladi yoki ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi keladi. Birinchi muhim masala. Pensiyani boshqa odamning kartasiga noqonuniy tarzda o'tkazish yoki pensioner nomidan pulni doimiy ravishda nazoratsiz olish. Albatta, pensioner farzandiga kartamdan pul olib kel deyishi mumkin. Bu hayotiy holat. Lekin pensionerning o'zi xabarsiz bo'lsa, karta farzand yoki boshqa qarindosh qo'lida bo'lsa, SMS xabarlar ham o'sha odamda bo'lsa, pensioner esa pul qancha tushayotganini bilmasa, bu juda xavfli. Ayniqsa, pensioner yoshi katta. Sog'lig'i og'ir yoki huquqiy jihatdan zaif bo'lsa, bunday vaziyatda keyin oilaviy nizo chiqadi. Masalan, 2 yoshli ayolning pensiyasi oyiga 1.600.000 so'm tushadi. O'g'li kartani olib, men dorilarni olib kelaman, kommunal to'lovlarni to'layman deydi. Bir necha oy o'tib ona dorilar to'liq olinmayotganini, kommunal qarz ham borligini biladi. Bankdan ko'chirma olinsa, har oy kartadan naqd pul yechilgan, ayrim xaridlar qilingan. Lekin pensioner bundan bexabar. Bu yerda davlat pensiyani to'lagan bo'ladi, lekin pensioner undan foydalana olmagan bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman, kartangiz PIN kodini hech kimga doimiy berib qo'ymang. SMS xabarnomani o'zingiz yoki ishonchli, mas'uliyatli odam nazorat qilsin, har oy tushum va chiqimni tekshiring. Ikkinchi masala, vafot etgan pensionerning pensiyasini olish taqiqlanadi. Bu juda jiddiy. Ba'zan qarindoshlar pensiya baribir tushibdi, dafn xarajatiga ishlatdik deyishadi. Lekin qonuniy tartib bor. Pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pulni bemalol yechib ishlatish mumkin emas. Tegishli idoralar buni keyin aniqlasa, ortiqcha olingan summa qaytarish talab qilinadi. Ayrim holatlarda bu aldov sifatida baholanishi ham mumkin. Masalan, ota vafot etdi, lekin uning kartasi qizida edi. Keyingi oy ham 1.900.000 so'm pensiya tushdi. Qiz uyda xarajat ko'p, shu pulni ishlataman deb yechib oldi. 2-3 oydan keyin idoralar ma'lumotlarni solishtirdi va pensiya to'lovlari vafot sanasidan keyin ortiqcha ketgani aniqlandi. Endi qarindosh pulni qaytarish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l vafot haqida hujjat rasmiylashtirilishi bilan pensiya bo'limi yoki tegishli jamg'arma organiga murojaat qilish, marhumga tegishli oxirgi to'lovlar bo'yicha qonuniy tartibni so'rash. Uchinchi masala. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotgan shaxs tibbiy ko'rik qayta tekshiruv va belgilangan muddatlarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Bu taqiq deb aytilganda aslida shart buzilishi nazarda tutiladi.
Agar nogironlik muddati vaqtinchalik belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Odam men avval hujjat topshirganman, endi o'zim bilaman deb yuraversa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi 1 yilga belgilangan pensioner bor. Unga har oy pensiya yoki nafaqa tushadi. Muddati tugashiga yaqin tibbiy mehnat ekspertiza ko'rigidan o'tish kerak. Lekin u vaqtida bormadi, hujjatlarni yig'madi. Poliklinikadagi yo'llanmalarni e'tiborsiz qoldirdi. Natijada tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi va to'lov to'xtaydi. Keyin odam nega pul tushmadi deb boradi. Bu yerda eng katta xato muddatni unutish. Shuning uchun men maslahat beraman. Nogironlik hujjatida muddat bo'lsa, telefoningizga eslatma qo'ying, farzandingizga ayting, kamida bir oy oldin poliklinikaga murojaat qiling. 4-masala. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berish yoki shartlar o'zgarganini yashirish mumkin emas. Bu pensiya tur oddiy yoshga doir pensiyadan farq qiladi. U ma'lum shaxslarga ma'lum shartlarda beriladi. Masalan, voyaga yetmagan farzand, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talaba, mehnatga layoqatsiz oila a'zosi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Agar shart o'zgarsa, bu haqda xabar berish kerak. Bir misol. 20 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki u kunduzgi ta'limda o'qiydi. Keyin u o'qishni tashlab ishga kiradi, lekin pensiya kelishda davom etadi. U esa o'zi tushyapti-ku deb olaveradi. Keyin ma'lumotlar solishtirilganda o'qish to'xtagan sana aniqlanadi va o'sha sanadan keyingi to'lovlar ortiqcha hisoblanishi mumkin. Bu holatda bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Har bir pensiya turi bo'yicha shartni bilish kerak. 5-masala, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. Men bu yerda ham aniq tushuntiraman. Pensionerning ishlashi umumiy ma'noda taqiqlangan emas. Ko'plab pensionerlar ishlaydi, bu normal holat. Lekin ayrim ijtimoiy to'lovlar daromadi yo'q qaramog'ida, parvarishga muhtoj kabi shartlarga bog'langan bo'lishi mumkin. Agar odam ishlay boshlasa, bu shart o'zgaradi. Shuning uchun qaysi to'lov nimaga bog'langanini tekshirish kerak. Masalan, pensioner bir tashkilotda qorovul bo'lib, oyga 2 million so'm ish haqi ola boshladi. Uning yoshga doir pensiyasi bor. Yoshga doir pensiya ishlagani uchun avtomatik bekor bo'lib ketmaydi. Lekin agar u yana alohida moddiy yordam, kam ta'minlanganlikka bog'liq nafaqa yoki parvarish to'lovi olayotgan bo'lsa, o'sha to'lovlar bo'yicha shartlar buzilishi mumkin. Demak, bitta pensionerning o'zida bir nechta to'lov bo'lsa, har birining sharti alohida tekshiriladi. 6-masala, yashash joyi, bank rekviziti, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarganda befarq bo'lish mumkin emas. Ko'pchilik buni mayda narsa deb biladi. Aslida pensiya to'lovi tizimida shaxsni aniqlash juda muhim. ID karta almashtirilgan, familiya o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan yoki odam boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, ma'lumotlarni yangilash kerak. Aks holda to'lov kechikishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki bankda muammo chiqishi mumkin. Masalan, pensioner eski pasport bilan pensiya olgan, keyin ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotlar yangilanmagan, karta muddati tugagan, yangi karta ochilmagan, pensiya tushishi kerak bo'lgan kuni pul ko'rinmaydi. Pensioner darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb xavotir oladi. Aslida muammo bank rekvizitida bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankka borib karta holatini, pensiya bo'limida esa shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish kerak. 7-masala, soxta hujjat, noto'g'ri staj, qalbaki ma'lumot bilan pensiya rasmiylashtirish taqiqlanadi. Bu eng og'ir holatlardan biri. Ba'zan odamlar falon joydan ma'lumotnoma olib beraman, staj qo'shib beraman, arxivdan hujjat topib beraman degan vositachilarga ishonadi. Agar hujjat soxta bo'lsa, pensiya keyin qayta hisoblanadi, ortiqcha to'lov qaytariladi. Ayrim holatda javobgarlik ham kelib chiqadi. Oddiy misol, odamning haqiqiy ish staji 22 yil. Lekin pensiya miqdori ko'proq bo'lishi uchun unga 5 yil qo'shimcha staj ko'rsatilgan soxta ma'lumotnomani tayyorlab berishadi. Natijada pensiya oyiga 300 ming so'm ko'proq chiqadi. Bir qarashda odam yaxshi bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin 2 yil o'tib tekshiruvda hujjat tasdiqlanmasa, 24 oy davomida ortiqcha to'langan summa hisoblanadi. 300 ming so'mdan 24 oy bu 7 million 200 ming so'm degani. Buning ustiga hujjat masalasi alohida ko'riladi. Shuning uchun men qat'iy aytaman. Staj bo'yicha faqat qonuniy arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi, elektron ma'lumotlar va rasmiy tasdiqlar bilan ish tuting.
Endi juda muhim nozik joylarga o'tamiz. Har qanday to'lov to'xtashi pensioner aybdor degani emas. Ba'zan texnik xato bo'ladi, bankda muammo bo'ladi, ma'lumot almashinuvida kechikish bo'ladi. Shuning uchun pensiya tushmay qolsa, vahima qilishdan oldin sababini aniqlash kerak. Birinchi qadam bank, ikkinchi qadam pensiya bo'limi, uchinchi qadam yozma murojaat. Yana bir nozik masala. Pensioner xorijga chiqsa, bu avtomatik tarzda pensiya taqiqlanadi degani emas. Lekin uzoq muddatga ketish, doimiy yashash joyini o'zgartirish, boshqa davlatda hisobga turish kabi holatlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l ketishdan oldin tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borib, men falon muddatga xorijga chiqmoqchiman. Pensiya to'lovim bo'yicha qanday tartib bor deb yozma yoki rasmiy tushuntirish olish. Og'zaki gap-gapga suyanib qolmang. Yana bir muammo ishonchnoma bilan bog'liq. Pensioner o'zi bora olmasa, vakil orqali ish yuritishi mumkin. Bu taqiqlanmagan. Lekin ishonchnoma haqiqiy bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi, vakil aynan qaysi ishni qilishga haqli ekani ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Men uning o'g'liman yoki men keliniman degan gapning o'zi huquqiy vakolat bermaydi. Bankda pensiya organida notariusda hujjat so'raladi. Bu pensionerni himoya qilish uchun kerak. Masalan, tekimli yoshli otaxon kasal bo'lib yotibdi. Qizi uning nomidan pensiya masalasini hal qilmoqchi. Agar rasmiy ishonchnoma bo'lmasa, idora xodimi ma'lumot bermasligi mumkin. Qiz ranjiydi, men farzandiman-ku deydi. Lekin xodim ham har kimga pensionerning shaxsiy ma'lumotini berishga haqli emas. Shuning uchun oldindan notarial ishonchnoma rasmiylashtirish, agar pensioner harakatlana olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rash kerak. Yana bir nozik jihat. Pensionerning qarzi bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish masalasi. Kommunal qarz, aliment, kredit, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu ham pensionerlarga taqiq deb noto'g'ri tushuniladi. Aslida pensiya to'liq yo'q qilinmaydi. Lekin qonuniy qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish amalga oshirilishi mumkin. Agar ushlab qolish miqdori noto'g'ri deb hisoblasangiz. Bankdan ko'chirma oling, ijro byurosiga yoki tegishli organga yozma murojaat qiling. Pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Masalan, pensioner oyiga 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. Kredit bo'yicha sud qarori chiqib, har oy ma'lum miqdor ushlab qolinmoqda. Pensioner menga pul kam tushyapti, pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Bank ko'chirmasida esa ijro hujjati asosida yechim bo'lgani ko'rinadi. Bunday paytda og'zaki tortishish emas. Hujjat bilan tekshirish kerak. Qarz summasi qancha ushlangan, qancha qoldi? Ushlab qolish qonuniy asosga egami? Yana bir muhim narsa, pensioner nomiga telefon raqam, bank karta. Mikroqarz yoki kredit rasmiylashtirishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan farzandlar, ona, sizning nomingizga telefon olamiz, ota, kartangizdan foydalanib turamiz. Nomingizga kichik kredit olib, o'zimiz to'laymiz deyishadi. Keyin to'lov qilinmasa, qarz pensioner nomida qoladi. Pensionerning pensiyasiga ijro hujjati kelishi, bank kartasi bloklanishi yoki kredit tarixi buzilishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda juda ehtiyotkor bo'lishni maslahat beraman. Agar qarz sizning nomingizga rasmiylashtirilsa, huquqiy javobgarlik ham sizning nomingizda bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha ustamami? Har birining sharti boshqa. Pensiya bo'limiga borganda mening to'lovim qaysi asosda tayinlangan? Qanday holatda to'xtash yoki qayta hisoblanishi mumkin deb so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot. Bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash ko'p vaqt oladi. Ayniqsa stajga oid eski hujjatlar juda muhim. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS qaysi raqamga ulangan? Mobil ilova kimning telefonida? PIN kodni kim biladi? Oxirgi 3 oyda qanday yechimlar bo'lgan? Agar shubhali yechimlar bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada sana summa qayerdan yechilgani ko'rinadi. Bu keyin dalil bo'ladi. 4-qadam, o'zgarish bo'lsa kutib o'tirmang. Familiya o'zgarsa, yashash joyi o'zgarsa, nogironlik muddati tugashiga yaqinlashsa,
talaba o'qishni to'xtatsa, pensioner ishga kirsa yoki xorijga uzoq muddatga ketmoqchi bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa ariza yozing, ariza raqamini oling yoki elektron murojaat yuboring. 5-qadam, ariza aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Yashash manzilim o'zgargani sababli pensiya hujjatlarimdagi ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yoki nogironlik muddati tugash sanasi yaqinlashgani sababli qayta ko'rikdan o'tish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozasiz. Ariza telefon raqam, manzil, ID karta ma'lumoti va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 6-qadam, agar pensiya tushmay qolsa, darhol sababini aniqlang. Avval bankdan karta faolmi? Hisob raqami yopilmaganmi? Pul kelib tushib keyin ushlanganmi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya bo'limiga boring. Pul tushmadi deyishning o'zi yetarli emas. Falon oy uchun pensiya to'lovi nega amalga oshmadi? Hisob kitobni yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Shunda sizda rasmiy javob bo'ladi. 7-qadam, ortiqcha to'lov talab qilinsa, darhol hujjat so'rang. Qaysi davr uchun qancha summa? Qanday asos bilan ortiqcha to'lov deb topilgan? Hisob kitob jadvalini so'rang. Ba'zan xato hisob kitob bo'lishi mumkin. Ba'zan esa haqiqatan ham shart buzilgan bo'ladi. Har ikki holatda ham hujjat bilan ishlash kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 8-qadam, qarindoshlar bilan pul masalasini aniq qiling. Pensionerning kartasi kimda turadi? Doriga qancha ketadi? Kommunalga qancha to'lanadi? Naqd qancha beriladi? Bularni yozib boring. Bu oilada ishonchni saqlaydi. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, kim qancha oldi degan nizo chiqmasligi uchun shaffoflik kerak. Pensionerning puli avvalo pensionerning ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. 9-qadam, vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, staj topib beraman, nogironlikni hal qilib beraman. Pul tushmayotgan bo'lsa, tanishim orqali yechamiz degan gaplarga ishonmang. Rasmiy idora, rasmiy hujjat, rasmiy to'lov va rasmiy javob bo'lishi kerak. Noqonuniy yo'l bilan olingan foyda keyin bir necha baravar muammo bo'lib qaytadi. 10-qadam. Har yil kamida bir marta pensiya holatini tekshirtiring. Bu ko'p vaqt olmaydi, lekin katta muammoning oldini oladi. Ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Karta rekviziti to'g'rimi? Qo'shimcha ustamalar bor yo'qligi, staj hisob kitobi, ushlab qolishlar, qarzdorliklar hammasini tekshirish mumkin. Ayniqsa pensiya miqdori o'zgarganda, indeksatsiya bo'lganda yoki qonunchilikda yangilik e'lon qilinganda bu juda foydali. Men bugun pensionerlarga nimalar taqiqlanishi va qaysi harakatlar xavf tug'dirishini oddiy qilib tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, pensiyani noqonuniy olish, vafot etgan odam nomidan pul yechish, soxta hujjat ishlatish, shartlar o'zgarganini yashirish, karta va ishonchnomani nazoratsiz berib qo'yish mumkin emas. Pensioni ishlashi, yashash joyini o'zgartirishi, vakil orqali ish yuritishi mumkin, lekin hammasi qonuniy va hujjat bilan bo'lishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, buguna hujjatlarni, bank kartasini, to'lov turini va shartlarini tekshirib chiqing. Bir qarashda mayda ko'rilgan xato keyin pensiya to'xtashi yoki ortiqcha pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat sizga tanish? Pensiya tushmay qolganmi? Karta muammosi bo'lganmi? Hujjat so'ralganmi? Fikringizni qoldiring, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va huquqiy himoya bo'yicha yana muhim mavzularni tushuntirib beraman.